hamma yomonlayapti. Do'stlar, qo'yib ko'rsataman, qo'yib. Tayinlab ochib beraman kerak bo'ladigan bo'lsa. Menga qaranglar do'stlar, yomon bo'lsa odamlar mashina qilib uyiga qurdiramiz. Birovni tomini urib, nima qilyapsan deb taydonmi uydagilari yashayapti ekan. Qarang do'stlar, taydan nima olib chiqyapman men. Tayida turpoq turibdi, ko'ryapsizmi? Turpoqni ustidan quyilgan bu narsa. Sababi xuddi mashina bo'lib, yorilib do'stlar, treshina berib, issiq sovuqda chiqarib yorib, qishda uyi isib ketyapti, yozda sovib ketyapti deganlarga do'stlar, yangilik mahsulot. Ya'ni do'stlar, penalon bos bo'ladi. Endi siz mashinaga do'stlar to'sin tashlaydigan bo'lsangiz ham belini bukib yormaydigan bo'ladi, issiq sovuqni ushlab beradigan bo'ladi. Eng qizig'i qaranglar, 35 ming so'mdan xomashyo usta haqqisi hamma yo'g'ini o'zi bilan olib kelib 5 santimetrdan chiroyli qilib qo'yib berishadi degan. Menga 7 qo'yib bersangiz 45 mingdan vodiy bo'ylab. Video pastiga nomer qo'yaman, aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, endi loylon bosib o'tirib tonnalab yuk tagida o'tirmaysiz do'stlar. 3 baravar yengil narsani shunday qo'ydirasiz, rasxot o'zida to'ki bilan abetini qilib bersangiz bo'ldi.